Assalomu alaykum obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana navbatdagi shohona, nihoyatda chiroyli deyarli 3 qavat deydi desak ham bo'laveradigan darvozamizni o'z manziliga olib kelib, o'rnatib, ustunovka qilib xonadonlar egalariga topshirib oldik. Bu darvozamizga ishlatilgan materiallar, razmerlarni qisqacha obzor qilib sizlarga tushuntirib borsak, darvozamizga birinchi o'rinda manzillari qiziqtiriladi. Manzili o'zimizda Namangan viloyati Haqlobod shaharchasiga, Norin tumani deyshadi, Haqlobod shaharchasi deyshadi. Shu joyga olib kelib, o'rnatib, ustunovka qilib berdik. Darvozaga ishlatilgan materiallari past tomoniga 10 ga 5 shiveldir. Bezuloq Begobodniki yangi shiveldir ishlatilgan. Yondonlar kesaklari 10 ga 10 burch profil, buni stenasi qalin, 2 stenada. Tepa tomoni ham 10 ga 10. Bu tomoni ham, yonboshi ham 10 ga 10. Ikkala yonboshi 10 ga 10. Bunga ishlatilgan materiallari oldi 1.8, orqasi 1.5. 2 qavatli foydalanilgan. Darvozaning ranglari o'sha mokr asfalt bir xilda sepilgan, однотомный sepilgan, nihoyatda chiroyli. Haligi odam ko'rganda havas qiladigan darajada xudo xolasa chiqqan. Changlarga e'tibor bermaysizlar. Ertaman sahar kelganligimiz sababiga qish kunida hop qirol bosib qo'ygan ekan, chang nima bo'lgan. Bunga e'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa bitta attib yuborsa, top-toza bo'ladi, qoladi. Darvozaning razmerlari 390 eniga 360 bo'yiga bo'lgan. Darvoza xudo xolasa hamma yo'g'i joy-joyida. Zamohlarga kelsak, zamohlar o'sha stimul zamohdan o'ziga yarashgan zamohdan qo'yib berilgan mana. Ochib yopilishlari nihoyatda chiroyli. Darvoza xudo xolasa xonadon egalariga yoqtirib oldik. Oldidagi element gullariga, hop, tepa tomondagi smalasiga e'tibor berasizlar. Bu ko'pchilik listdan foydalanishadi. Bizniki haqiqiy smala, bu quyma smala. Buni gulni ham o'ziga yarashgan shu katalogida tanlangan. Darvoza xudo xolasa egalariga yoqdi. Orqa tomonda egalariga orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Aka kelaring. Hop, tepa tomon ustakalarimiz ferma qilib to'qishyapti ekan. Ustakalar hormanglar. Bezda qilmayapmizmi axir? Mana orqa tomonlari sentr zamok. Hammaga qo'yib kelinayotgan bir xilda. Ustalar chiqaringlar, biz ustalar chiqamiz. Chanirlarga e'tibor berasizlar. Qirol shanirda o'sha planka asosida qo'lni kuyib plankalar qo'yib berilgan. Mana darvozaning og'irligi o'ziga yarashgan. Qo'ygan joyingizda darvoza haqiqiy nolga o'lsa, yasalishi nihoyatda tekis bo'lsa, qochish kerak. Darvoza ochilib ketish yoki yopilib ketishi bo'lmasa kerak. Mana. Zamohlari ham o'ziga yarashgan juda chiroyli chiqdi. Mana. Hop, buni darvozamizni alohida kalitga 390 bo'lishiga qaramasdan Nodirbek kattaroq qilib beravering deganliklar uchun alohida kalitga qilmasdan kalitkasini qanot ichiga qo'yib berilgan. Chunki ag'dam alohida переходной eshigimiz bor aka, ko'rsatishingiz mumkin. Переходной eshigimiz ham 1 ga 1 chiqqan. Mana shu katta qanot darvozamiz qanday bo'lsa, kichkina переходной eshigimiz ham xuddi shunday. Hamma yo'g'i bir xilda. Buni razmerlari 1.4 sm ga 2.40. Zamogi ham 1 ga 1. Ash bilan bir xilda mana. Mana. Rangi ham hamma yo'g'i bir xilda. Bu ham o'sha 2 qavatli variantda. Bunda ham smola guli bor mana. Rangi ham bir xil. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Olib borib, o'rnatib, ustunovka qilib beramiz. Xonadon egalari Ibrohim aka, hop, kameraga Nodirbek meni olmay qo'ying deganlar uchun aka kameraning ortidan turib gapirib berasiz deb hozir hop gaplashdik. Ibrohim aka, darvozani endi bir o'zingizni fikringizni bildirib yorsangiz. Darvoza yoqdimi, qay holatda keldi? Nodirbek kuzatuvchilari rahmat, mana katta sexiga ham borib ko'rdik. Katta sexlari bor ekan. Yaxshi, bizga yoqdi, oilaviy yoqtirdik ishini. Xudo xolasa mana o'rnatib sinovga qilib ketishyapti. Baraka topsin shu bolalar. Rahmat katta. Aka, ko'nglingizga ma'qul keldimi? Ha, xudo xolasa yaxshi, chiroyli, zo'r. Bir haligi aybi, defekt yo'q. Shu changini e'tiboriga olmasak, aka bitta yuvsangiz top-toza bo'ladi. Chang tegib qolgan. Chunki ertaman o'sha tumanda kelganimiz uchun qirol nima bo'lib, chang bo'lib qolibdi aka. O'shanga aka, agar aybi bo'lsa aytsangiz to'g'ri berilaveradi. O'zimizni qaramog'imizda turadi. Kraskasi, laklari hamma yo'g'i ish ko'rsatsa, xudo xolasa o'zimiz chiroylab ta'minlab beramiz. Aka, muammo yo'q, rahmat. Aka, yaxshiliklar ochib yoping, to'ylarda qiling, hojlarga boring. Hurmatli obunachilarimiz, mana Ibrohim akamning xonadonlari o'zlari mana gapirib berdilar. Kimga ma'qul kelsa O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor, olib borib o'rnatib, ustunovka qilib beramiz. Videomiz, darvozamiz yoqqan bo'lsa, bir donadan layklayingda, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan ham chiroyli shohona fason, hayt fason desalaring, xudo xolasa xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.